Samandar Hamroqula. Valijon Shamsiyev. Rahmat. Baraka toping. Omon bo'ling. Niyatingiz kostyumga qarab emas, ko'ylakka qarab oq bo'laversin. Qarsaklarni emela ustozoda san'atkor. Boringizga shukr. Rahmat. Meni qo'shig'im aytgan hofizimidingiz. Bugun sizni raqqosangiz bo'ldim. Raqs yaxshi. Raqsga tushish qanday yaxshi. Biz erkaklarimiz raqs tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Shlapani olib qo'yaver-ya. Tugadi-yu raqs. Telefonlar. Hasan. Tog'asing odamga taqa. Yo. Onay. Zo'r vishilga chiqar ekan. Kichkinagina. Raqs tomosha qilishni yaxshi. Bir akamiz ham kissasiga pulni solibdi-da, sekin xotinidan bekinib chiqib ketayotsa, ayoli ko'rib qopti. Ha? Erkaklarimiz darrov o'zgaradi. Hu debdi. Qayerga ketyapsiz? Kim? Siz. Qachon? Hozir mana ketyapsiz-ku. Ketayotganmi? Kelyapman. Boshimni gangitmang, qayerga ketyapsiz? Cho'ntagingizga pul soldingiz. Yo'q, kimdir solib qo'yibdi. O'zingiz soldingiz, taxmondan oldingiz, ko'rdim. Yo'q, ko'rdingmi? Qancha soppan ekan? Namuncha ko'p soldingiz. Endi xotin to'g'risini aytsam, gapni aylantirmaydi. Mana qishlog'imizdagi klub bor-ku, shu klubga nima keldi-da, hali raqqosalar kelibdi-da, endi raqqosalar kelgan. Bir borib tomosha qilib, yayrab kelaysan. Raqqosalar tomosha qilasizmi? Namuncha ko'p pul oldingiz. Endi chiptasi qimmat ekan. Qancha ekan? 50 ming ekan. 50 mingga siz raqs tomosha qilasizmi hali? Siz menga 5 ming bering. Sizga shunaqa raqs tushib beraman debdi. Umringizda ko'rmagansiz. 5 ming bering, hech qayerga bormaysiz. Shunda eshikni qulflab qo'yib, keynayimiz o'zlari raqsga tushishni boshlabdilar. 5 mingni olgan. Endi bilasizlar, biz ayollarda dejurniy raqslar bor. Bir xil. O'rtasida sal shox tashab qo'yadi. Akamiz bu yerda ensasi qotib o'tirganmish. Keynayimiz 1 soatdan beri bir xil. 10 ta qo'shiq o'zgarsa ham uni raqsi o'zgarmaymish. Ha? Maza qilib o'ynayotganmish. Uyda o'tirib 5 ming topishmasa-da. Ha? Akamiz 2 soat ensasi qotib ketdi. Oxiri keynayimiz ham charchab, akamiz yoniga kelib, "Qalay, dadasi? Yoqdimi?" Desa akamiz ham, "Ey xotin, arzon narsa baribir arzon ekanda." Bizgilarning qadri baland, qimmati baland. Ilohim oilalarimizga ko'z tegmasin. Hamma uylansin. Nima dedingiz? Gul, menga qarab kul. Meni onam bo'ladilar. To'g'risini aytsam, bugun to'g'ri Andijondan yetib keldi. Hali ko'rishmagandim, ruxsat berasizlar ko'rishib olay. Voy, yaxshi yetib keldingizmi? Cholingiz ham keldimi? Bilmadim. Ha? Ana. Assalomu alaykum, olyapsizmi? Yaxshimisiz? Voy, Eling mahkam bo'lsin. Rahmat. Har doim mana shu uyga kelaverasiz. chol bo'lganingda bobongga o'xshab sallalarni qilib, Rahmat. elingni mahkam baylab bolam. Rahmat. Rahmat. Berib qo'ya qolsinlar. Opani qaytarib. Men baquvvat bo'lgin. Rahmat. Tuqqaningizga qarab bo'laveraman-da, ona. Rahmat onajon, omon bo'linglar. Yo'q, bo'ldi. Bulargami? Aytdim. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir. Endi onam bo'lgani uchun tushdim. Uzr, to'g'ri tushunasizlar. Abdulla aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Voy, piri badavlat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Onaga bering, onamga bering. Dadamga bering, dadam bersin. Yaxshimisiz? Gul onamga, o'pich menga. Xudo xola sizga nima bo'ldi? Zavqlanib ketdilar, xudo xolam. Aylanib ketay. Zokirjon Qurbonov, rahmat. Meniki konsert, meniki buva. Voy!
Shularning yonida bir gap gapirgim keldi. Dadamni sabr qilib o'tirishini qarang. O'tgan konsertimda aytgan, dadasini ko'rmagan dadam shularda. Dadalar sabrli bo'lar ekan. Bir dada o'g'lini yoniga kelib, daraxtga qo'lini cho'zib, "O'g'lim, bu nima?" desa o'g'li ham, "Chumchuq dada. Chumchuq." Nima qiladi? Uchadi dada, uchadi. Og'aynilarda oldida sharmanda qilmang, uchadi chumchuq. Shunaqa. Ikkinchi qush kelib qo'nibdi. O'g'lim, bu nima?" desa, o'g'ilni yana jahli chiqdi. "Dada, chumchuq dedim-ku. Xijolat qilmang, oshnalarim oldida chumchuq. Uchadi bu." Yana bitta qush kelib qo'ngan ekan. Dada, "Yo'q, o'g'lim, bunisi nima? Bu nima?" "Dada, chumchuq deyapman, ezvordingiz o'y. Mana odamsiz, katta odam bo'lib qolgansiz. Chumchuq deyapman. Oynalda shamada qilmang." Dada sekin o'rnidan turibdi-da, ichkariga kirib ketibdi. O'g'il xijolat, dadamni xijolat qilib qo'ydim deb. Dada ichkaridan surat olib chiqibdi. "Mana o'g'lim, ko'rdingmi? Bu menman. Mana o tizzamda o'tirgan Zumrasha sensan. Bu yer shu yer. O'shanda yoshligingda mashakka qush kelib qo'nganda sen ham bu nima degansan. Men senga o'xshab nervich qilmaganman, iflos. Tushuntirganman. Ikkinchisi kelib qo'ngan, tushuntirganman. Uchinchisi 33 tasini tushuntirganman. Sen 3 tasiga chidamading, voy iflos. Otalarga o'xshagan sabr qanoat beraversin. Otalarimiz, onalarimiz umri uzoq bo'laversin. Bir hujraga otani olib kirib rosa savalabdilar. Ota yig'lab yubormaslik uchun tishlariga bosibdi, otaning tishlari sinib ketibdi otajim. O'sha hujraga onani olib kirib savalabdilar. Ona ham yig'lab yubormaslik uchun lablarini tishlayapti. Onaning lablari qonab ketibdi, onajim. Ana endi o'sha hujraga farzandni olib kirib bir darra urib urmaslaridan ona uvoz solib yig'larmish. "Meni uringlar" deb. Ota esa "Qo'lingni tort bolamdan" deb u tomonga tashlanibdi. Zolimlar hayron bo'lib, "Sizlarni rosa urdik, tanangizni tilka pora qildik, miq etmadingiz-a? Farzandingizni bir darra urib urmasimizdan shunchalik ahvoq chekasizmi?" Shunda ota-ona aytgan ekan, "Bizni urganingizda tanamizga urdingiz, bolamizni urganingizda jonimizga, yuragimizga urdingiz. Yuragimiz achshatdi" degan ekan. Bolami tomoshasi qanaqa o'tar ekan deb yuragi achib o'tirgan. "Dadajon, o'smoq bo'psizmi mana?" Shahar bu dada yo'qotib qo'ymang. To'g'risini aytsak, endi hali dadamiz bilan hazillashish imkoniyatimiz bor. Imkoniyat nima degani? Bu o'zbek xalqi shunaqa dadalari bilan ham hazillashaveradi. Bir marta hazillashganimda meni boplagan. Joy kelganda aytib qo'yay, bu biletning narxiga kirmaydi. Kelib qoldi-da endi. Bir kuni mehmonlar keldi uyga, o'zimcha uyni tanishtirmoqchi bo'ldim. Men dadam bog'ni yaxshi ko'radi, bog'larni chiroyli qilib tarayotgan ekan. Kirib og'aynilarimga maqtandim. "Mana bizning uy" dedim, "hovli" dedim. "Bu yoqda" dedim, "mana bog' dedim. Mana bu yoqda ho'kizlar boqiladi" dedim. Yaqinda shu ho'kizni ikkitasini sotib bitta ho'kizni o'qishga kirgizdik jiyani. Hazillashib turibman endi, hazillashib. Ular dadamni ko'rib qoldi-da, "Bu amaki kim?" deydi. Hazil qildim dadamga. "Bu Madikor bozordan olib kelganmiz. Bizi bog'bon" dedim. Shu xonadagi ishlarni hammasini shular qiladi. Uydagi ishlar necha yildan beri shular bajaradi, shu uydagi ishlarni deb kirib ketdim. Og'aynilarim ozgina o'tirishdi. O'zlariga kelgandan keyin dadam oldiga chiqib, "Ha, amaki qoyilmiz ey. Bog'ni yayratib olibsiz ey. Juda bog'ga mehringiz baland ekan. Bog'ni sevar ekansiz, bog'dorchilikni, bog'bonchilikka juda qattiq mehr qo'ygan ekansiz. Faqat bog'ni yaxshi ko'rasizmi?" degan ekan. Og'aynilarimga dadam ham qarab, "Yo'q, shu og'aynilar Valijonning onasini ham yaxshi ko'raman" degan ekan. Hech esimdan chiqmaydi. Birinchi Toshkentga onamni olib kelganimda, aylanib yuribdi shaharlarda ko'rsam endi yubka kiyganlar bilan. Onam ularga, "Voy, o'ylasharmanda. Voy, o'ylay. Ona bu yoqqa qaramay, u binolarga, boshqa yoqlarga qaraysiz. Voy, o'ylay, dadangga borib nima deyman, voy dadang.
Dadam Andijonda marhamatda nocheka o'tiribdilar. Dadangga nima deyman? Hayoni qarang-da, voy dadangga nima deyman? Dadangga nima deyman? Ha, aytmaysiz, voy qanaqa qilib aytmayman, nimani ko'rdingizsa yolg'on gapiramanmi dedi-da. Ey iloyim, ibo hayolariga ko'z tegmasin. Dada esingizdan yoshligimizda qovun olib kelardingiz, qovun so'yib berardi-da. Shuning uchun bir satr yozganman. Shirinlikka o't juda Valijonni so'rsangiz, bugun qovun so'yildi, aytib qo'ying ko'rsangiz deb. Bizga aytmasam bo'lmaydi. Qovun so'yib berardi. 8 ta 7 ta farzandimiz qalin qilib qovun so'yib berardilar-da. Bittadan berib, onamga navbat kelganda hazillashni boshladi. Qiltirib qilsa yana. Bizga ko'rsatib, pichoq ko'rinyaptimi? Desa biz ham yosh bo'lamiz. Yo'q, ko'rinmayapti. Qalin kesib qo'yibman. Yana qiltirib. Onamga, "Ma, seni nasibing shu ekan." Onam ham og'zida nonni oldirib qo'yadigan ayol emas, boshidagi ro'mol bormi, dasturxon bormi, dadam boshiga shunday yopib qo'yib, qovunni qolganini olib ko'tarib, nariga kirib ketadilar. Dadam bizga qarab, "Senlar qovunlaringni yeb turishgin. Men hozir kirib qovunni qolganini olib chiqaman" deb kirib ketardi. Biz qovun yeb o'tiraverardik. Voy assalomu alaykum. Yo mayli kesinlar kelib qoldilar. Kelib ketish ancha og'irga o'xshaydi. Bir kuni o'zimcha aqllilik qilib. Dadam, "Hali qovun qani, qovunlar" desam, dadam ham, "Mana ochopat onang, butunicha yutib olibdi" deb qornini ko'rsatgan. Hozir o'sha qovun kapitan. Endi bir hazil qilaman. Qachon hazillashaman? Shuncha yilda beri endi konsertimga keldinglar. Voy odamlarni ko'ribdi, dadamga qarab, onam soddalikra, "Voy, meni o'g'limni shuncha odam taniydimi?" debdilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu ssenariyni bir kun endi joyiga kelganda aytib qo'yay, uyda qilmoqchi bo'ldim-da shu ssenariyni. Qovun olib keldim. Tan. Ssenariy gaplashib olingan. Bolalarimga qalin qilib so'yib berdim-da. Xotinimga navbat kelganda qiltirib qilib so'yib, bolalarimga ko'rsatib, "Ko'rinyaptimi pichoq" desam, xuddi ular ham ssenariyni o'qigandek, "Yo'q, ko'rinmayapti" dedi. Qiltirib qilib kesdim-da yana. Ayolimga, "Mana onasi, sizning nasibingiz shu ekan" desam, kelishilib olingandek dasturxonni boshiga shunday yopibdi. Qovunni qolganini olib, undan nariga kirib ketadi. Men ham xuddi ssenariydagi gaplar, "Sizlar qovuninglarni yeb turinglar. Men hozir kirib qovunni qolganini olib chiqaman." Shunday ichkariga kirib ketaysam, o'g'lim karatismasmi, o'rnidan turib, "Dada, hozir men ham sizga yordam beraman" deb yugurib qolsa bo'ladi. O'g'lim, shunday ssenariyni rasvo qilding dedim. Bor bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin shularni. Iloyim uylantirganlar, duo qilganlar, umrlari uzoq bo'lsin. Uylanadigan odam sal qo'rqoq bo'lib qolar ekan, shunda ham men qo'rqardim. Dadam 23 yoshga chiqqanimda, "Uylanasanmi?" dedi. "Ha, uylanaman." 23 ga kirding, agar yana bir yil kech qolsang erga berib yuboramiz deganda. Uylanadigan odam haqiqatan qo'rqoq bo'lib qolar ekan. Bittasi qo'rqoq bo'lib qopda, yurganmish shunaqa. Nimaga qo'rqoq bo'lib qolgansan sen? Armiyaga borganimda qo'rqitib qo'yishgan. Xizmatga borganman-da. Kattalar aytganki, "Bu yerda det degani bo'ladi." Talabgacha iltimos qildim, yonmadim. Shu detlarni ko'rganingda qochaverdi ishgan edi. Hech esimdan chiqmaydi. Shu yangi borgan paytlarimda. "Qatorga turinglar" dedi. Men ham qatorga turdim. O'ngga dedi, burildim. Chapga dedi, burildim. O'ngga dedi, yana burildim. Chapga dedi. Shatta qatordan chiqib oldim. Komandir menga qarab, "Nimaga chiqib olding?" deydi. "Oldin aniqlab olinglar, qayoqqa yurishdi, keyin qo'shilaman" dedim. Keyin darrov 2 minutda o'rgatib qo'yishdi, qanaqa yurishdi. Qo'rqib ketdim. "Ana, tamom bo'ldim" dedim. O'ldim. Tamom bo'ldim desam, ichki ovoz paydo bo'ldi. "Yo'q, hali tamom bo'lganing yo'q" dedi. "Xudoga shukr" dedim. "Nima qilay?" desam, "Qatordan chiq" dedi. Shatta qatordan chiqdim. Endi ular tomonga qarab yugur dedi. Ular tomonga qarab yugurdim. Eng kattasini yoqasidan ushlab kalla qo'y dedi. Yoqasidan ushlab bitta kalla qo'ydim. Ichki ovoz yana gapida davom etdi. "Ana, endi tamom bo'lding" dedi.
Onamga xat yozdim. Onajon, siz kattalarni hurmat qilishni, erta turishni, to'g'ri yurishni o'rgataman deb 18 yil bekorga ovora bo'lgan ekansiz. Bu narsalarni xizmatda 3 kunda o'rgatib qo'yishar ekan. Onajon, siz to'g'ri duo qilgan ekansiz, bolam boshing toshdan bo'lsin deb. Mana 7 marta tepishda hali ham yorilgani yo'q. Onamdan emas, dadamdan xat keldi. O'g'lim, sen xizmatga ketganingdan keyin qishloqda hurmating yana ham oshdi. Seni hurmatingdan sen sevadigan qizni uyiga sovchilikka bordik. Ular ham seni hurmat qilishar ekan. Yo'q deyishmadi. Xudo xolasa, yana haftaga to'y bo'lyapti. Shu qizni akangga olib beryapmiz deb yozibdi. Shundan beri qo'rqoq bo'lib qoldim. Uylanasamsa qo'rqaman. Uyga keldim. Onam aytadi. Uylan bolam deydi. Uylan deydi. Akam aytadi. Uylan deydi. Kenyayim aytadi. Kenyayim. Uylan deydi. Men yuraveraman. Bir kuni onam aytdi. Nimaga uylanmayapsan? Qana qilib dadamga aytaman borib, men uylab qo'ying deb. Desam, onam aytdi. Bolam, yo'li bor dedi. Belgi ber dedi. Belgi ber dedi. Qana qilib belgi beraman dedim. Ko'chadagi qizlarga tashlanayman dedim. Yo'q, yo'li bor, kattalardan so'ra belgi ber dedi. Belgi bor ekan-a? Dadasiga uylanishni bildirish uchun nima qilish kerak? Ha? Biladiganlar bormi? Nima? Kalishga nima? Sabzi? Sabzingiz yo'qmi? Hazillashyapman. Men ham shunday qildim. Sizlar aytgandek. Dadamning kalishini ishiga sabzi tiqib qo'ydim. Birinchi kun ertasiga dadamdan ham erta turib kutdim. Dadam indamadi. Ikkinchi kun yana, uchinchi kun 1 kilo olib kelib to'kib qo'ydim. 4-chi, 5-chi kun 2 kilodan kalishlarni hammasini to'plab ko'mib qo'ydim. Bir haftadan keyin dadam oldiga borib, "Dada" dedim. Indamayotganiga. Nima o'zgarish uyimizda desam, dadam, "Xudoga shukr. Xizr nazar qildi xonadonimizga. Mana deyarli 1,5 haftadan beri bozordan sabzi sotib olmayapmiz" dedi. 2 marta osh qilib yedik dedi. "Dada" dedim. "Endi nimani rejalashtiryapsiz?" desam, "Endi Xudodan so'rab turibmiz. Ajabmas, nari haftadan kartishga toshib qolsa" deydi. Chidamadim oxiri. "Dada" dedim. "Menman" dedim. "Uylanmoqchiman" desam, "Bor ekansan o'g'il bola" dedi. Dadaga aytish kerak ekan. "Bor ekansan o'g'il bola, seni uylayman deb yuribman" dedi. Aytdi-da. "Qiz bormi tanlaganing" dedi. "Ha, bor" dedim. "Ana, ko'chamiz boshidagi Mahfiratxon" dedi. "Uni gapirma. U seni opang bo'ladi" dedi. Boshqasini aytdi-da. "Xo'p, dada" dedim. Unda magazin orqasidagi mahalladagi Nargiza, "Uni umuman tilingga olmas, sening bo'ladi-ya" deydi. Hayron bo'ldim. "Dada, unda ana qishlog'imizni chekkasi, umuman bu qishloqdagi qizlardan tanlama. Hammasi opa-singillaring" deydi. Yana indamay yurdim. Onam yonimga kelib, "Ha, bolam, indamayapsan, uylanmaysanmi?" "Qiz yo'q." "Nimaga qiz yo'q bo'lar ekan? Ana Mahfiratchi" dedi. "U opam ekan" dedim. "Kim aytdi?" deydi. "Dadam aytdi" desam, "Unda Nargizachi" dedi. "Nargiza singlim ekan." "Kim aytdi?" "Dadam aytdi." "Unda qishloq, umuman bu qishloqdan qiz tanlamas ekanman. Hammasi opa-singillarim bo'lar ekan" dedim. "Kim aytdi?" deydi. "Dadam aytdi buni ham" desam, onam ham, "Bolam, agar dadang shunday deb aytgan bo'lsa, xohlaganingga uylanaver. Chunki sen ham uni o'g'li emassan, bolam, xo'pmi" dedi. Esilib ketdim. Keyin bilsam, onam bilan dadam kelishib olib hazillashgan ekan. Meni dadilroq bo'lsin deb. "Uylansang, uchrashuvga chiq xohlagan qizing bilan" dedi. "Xo'p" dedim dada. Onam topmoqchi bo'ldi. "Chiq." Bittasi bilan chiqdim uchrashuvga. O'tiribmiz. Bog'ga keldik. Haligi qiz endi shunaqa kiyinib olgan. Undan ko'ra kiyinmagan yaxshi edi. Qiz bolaga yaxshi ko'rishingni aytgan edi. U qiz ham birinchi gap boshladi. Menga qarab, "Sizga aqlli qizlar yoqadimi yoki chiroyli qizlar yoqadimi?" deydi. "Unisi ham yoqmaydi, bunisi ham yoqmaydi. Menga faqat siz yoqasiz" dedim. U xafa bo'lib qoldi.
indamay o'tiribmiz. Yarim soatdan keyin oxiri qiz yorildi. Ha, o'tiraverasizmi so'tekka o'xshab deydi. Jahlim chiqdi. Ha dedim. Nima qilay? Desam, ko'rmayapsizmi ularni dedi. Xudo qarasam, narigisiga mekada bechora kambag'allar. Ikkitasi qonni ochib qolib, bir-biriga non chaynab o'tirgan ekan. Ha, ko'ryapman desam, nima qilishyapti dedi. Qatdan bilay dedim. Shuni ham bilmaysizmi, hozir men sizga o'rgataman. Ana qiz dedim. Ha, sen. Ana yo'q, ana yigit. Ana qizni o'pyapti. Siz ham o'pmaysizmi dedi. Dadilligim tutib ketdi. Shartta o'rnimda turdim. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Oldiroq aytmaysizmi? Hozir yigitdan so'raychi, ruxsat beramikin deb yaqirib ketdim. Yaxshi vaqtida qaytarib qoldi. Qaytarib qolib, yo'q o'zimni qonnim ochdim. Menga non chaynab berishni boshladi. Shu payt Melisa kelib qoldi. Xudoga shukr, baxtimga. Shtraf soldi ikkalamizga. Menga nima deydi? Shtraf, jamoat joyidan qoidalarni buzyapsizlar, qonun qoidalarini. Sizga 5000, bu qiz 50000 to'lasin deydi. Kechirasiz dedim, aka dedim. Men o'g'il bo'laman dedim. Nimaga menga 5000, bunga 50000 desam, chunki sizni birinchi marta ushadik, bu qiz 10-marta qo'lga tushishi deydi. To'g'ri kelmadi u qiz. Og'aynim aytdi. Hey, shuni ham bilmaysanmi dedi. Hey, onangni o'ziga o'xshaganini topdi. Topdim onamni o'ziga o'xshaganini. Ey, hamma yo'g'i o'xshaydi. Mana shu ko'zlari o'xshaydi, yuzi o'xshaydi. Qoshi, yoshi bir xil. Yo'q, adashdim. Xuddi xullas kalam onangga o'xshaganini top deydi. Xo'p dedim. Onamga o'xshaganini topsam, dadamga yoqmayapti-da. Keyin yo'lini topdim. Ikkita qizni olib kelib, onamning yoniga qo'yib qo'ydim. Onajon dedim, mana shu qizlarning qaysi biri sizni bo'lajak keliningiz desam, onam sinchiklab qarab turib, "Voy, menimcha mana shu sariq ko'ylakdagi qiz meni kelinim bo'ladi" dedi. Qoyil ona dedim, to'g'ri topdingiz. To'g'ri topdingiz. Onajon, qatdan bildingiz desam, "Cho'ta shu qizga qarasam g'ashim kelyapti" deydi. Ilohim, 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 hech qachon hech kimi kelinidan g'ash kelmasin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Oilalarimiz baxtli bo'laversin.